Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 21 yanvar 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idan video tayyorlayapmiz akalar. Zotga buqa so'raganlarga o'ta go'zalidan bor qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarimizni padilet saqib qo'yishingizdan chiqmasin. Obuna bo'lmay ko'ryap turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Zotga buqa so'raganlarga akalar holatlarni ko'rib turibsizlar. Endi imkon qadar ko'rsatib qo'yamiz. Baylo turgan mol ekan, tashqariga olib chiqib ko'rsatyapmiz. Agar iloji bo'lsa yechib yurishlarini ham ko'rsatib qo'yamiz, lekin o'ta ham pachkasda. Bunyodbek aka necha oylik hozir bu? Hikmatullo 17 oylik bu. 17 oylik bo'ldi. 17 oylik. 17 oylikda. Yo'q hali. Kuraychishi yo'q, hali buzoq. Holatlarini ko'rib turibsizlar. O'ta chiroyli. Yeb ichishlari zo'ra. Yerichi vaqti yaxshi. Bu to'qol akani o'zi Bu zavodskiy to'qol. zavodskiy to'qolidan. Rosa zotga qo'shamas, yirxuna ajinlarga deganlarga 100 ma'qul kelaveradigan. Oyoq qo'llari ham yo'q butuni. Oyoq qo'llari kattasi bo'lg'acha yugurib ko'raveradi o'zaro. Ko'rib olaveradi. Molga kayfiyat ham o'ta zo'r. Tuyoqlari xohlasa Tuyoqlari tekshirib olaman desa qo'llarini ham tekshirib olaveradi. Ha, bir silosga tekshirtirib qo'yganmiz. Buni o'zimiz sut endilikdan olib boqqanmiz. Sut emdiligidan boqilgani. Endi hozir ozgina zarurat bo'lib qoldi. Bir sulosga ham qonun tekshirib qo'yishga. Dehqonchilik past. Lekin mana orqalarini ham ko'rib turibsizlar. Hali buqani injig'ini orqalari o'zi dumba solishga kelib qoldi mana xolisda. O'ta chiqarmagan. Mana shu turganda bitta ustini ham olib qo'ygan Hikmatullo mana shu ustilarni. o'ta polvonni olaman deganga ma'qul kelaveradi mana tepalarida. Chiqazmagan bu. Buzoq holatda. Kilosi 650. Ya bu yoqda. Ya bu yoqda 700 ga qiynaladi. Rosa haligi zotga qo'shadigan. Balki chiqib ham qoladi. Yaxshi yo'qda endi bu zo'rlar. Rosa zotga qo'shadigan paytida akalar. Endi bemalol hali 1 yil, 1,5 yil buzoqlarini olib foydalansa bo'laveradigan. Bo'lib ham o'zlari sut emdilikdan mana shunday holatgacha boqib kelgan. 3 kunlik buzoqni olganimiz. 3 kunliga Xudo xolosa. hamma narsasi O'sha ichidan zo'rlarini o'zimiz molqachilarimizni olib qolib, buni olib qoldik. Endi hozir zarurat olib olib yaxshilikka sotilyapti pullar. gap yo'q. Olaman, qo'shaman deganlar bo'lsa, xunajini bor odam 10 ta, 5-10 ta xunajini bor odam foydalansa, xolosa bemalol xizmatini qilaveradi. buzoqlarida Temlari hamma narsasini olgan. emlovlari ham yo'q bo'lgan, Bo'lgan. Hali kecha bozordan kelib bugun YouTube'ga qo'yayotgan joyimiz yo'q. Ishonchli joydan haligi. Behijolat molga qo'shishaveradi. Zo'r. Zo'rdan voz keladigan akalarimiz bo'lsa, telefon qilib qolsa. Molni zo'ri. Holatlarni ko'ryapsizlar akalar. Hali onlayn sog'liqlari, bir kilosiga tekshirib qo'yilgan. Shunday Duboy fermaga borib shunday qo'shib yuboraveradi. Tekshirish ham shart emas akalar, o'zlari tekshirtirib. Hozir agar bir joyda yotibsa, zagonda yuraversa, sovuq tushganiga ichkariga olib kirib qo'yilgan. Arg'amchiga ham tushmagan sal maqtab. Hozir iloji bo'lsa, yurgizib ko'rsatib qo'yamiz Hikmatullo. Gap yo'q. Xo'p, bo'ylari Hikmatullo 1.40 qolishaveradi. 1.40 a? Uylari 1.40. Yelkalari shu ochiq yelkadan. Xullas mol. Qanaqa? Bekami ko'z, to'g'risi. Xudo bergan nima u? Havas qilsa, hamma narsasi bor. Nuqta belgili joyida. havas qilsa arziydigan to'g'risi. Bemalol haligi ertaga mana buqani bolasi deb turib buzoqlarini ham bemalol sotadigan bo'ladi. Bolasini ham yengil 1,5 ming dollardan sotishaveradi xudo xolasa. Gap yo'q. O'zimiz ham olaveramiz bolasini. Nech pulga berib yuborasiz buni endi? Hikmatullo, narx uzoqdan olmaymiz. Aha. Yengil bitta narx qo'yaman. Aha. Zarurat sotilyapti-yu. Maqsad sotish, bega internetga chiqib olib qochib gapib qo'ymay. 50 million narx etmaydi. 49,5 millionga ozgina sunnatiga o'tib beraman. 49,5 ga. Internetda, bozorlarda ham ko'ryapsiz. Mana shunaqa 700 kiloli buqani 49 million, 50 million qo'ygan yo'q. 60 million, 70 million beryapti. Bizga dehqonchilik. Dehqonchilikga bo'laveradi. Shuncha boqib baraka topib, nechta molim qochirdi bu. Mahallani nechta molim qochirib berdi. Xudo xolasa. Dastlabkamiz-chi? Baraka topib. Dastlabkani iloji bormi? Dastlabki yo'q, ammo hech qayerga dastlabki yo'q. Dastlabkasi yo'q, a? Ha, iloji bo'lsa kelib ko'rib olsin molni mana shu yerda. Ustida? Uka, zakalat tashayman jo'natib yuboravermas. Iloji bo'lsa ustida ko'rib olsin. Katta narsa-da. Ha, Haligi borgandan keyin u yokan bu yokan desa sig'maydi menga. to'g'ri gap. Men molga ishonaman.
Xudo xohlasa, bemalol kelib mol ustida- yaxshi kimligi tushmay uyimga yetib kelgan o'shandan beri mana boqyapman. Xudo xohlasa, liboy odamga ishonib beraveraman. yo'q. Behijolat o'zinglar ham ko'rib turibsizlar holatlarni. Xudo xohlasa, Ranglari ham. Bordaqa boqib olsa ham tonnadan kam bo'lmaydi. O'zi hozir ham 17 oylik chekilama bo'yinlari ham to'liq, ustilari ham juda chiroyli bo'lib. Molga Yemlab olaman deganga ham. bilib aloqaga chiqib uramiz. Bo'lib ham haligi tozasi akalar ko'rib turibsizlar. Hamma tomonlama ma'qul kelaveradi. Xo'p, nomerlarni hozir aytib qo'yaylik. Nomerlarimiz 94lik Aha. 503 88 68. Telefon qilib kelib ustida ko'rib olaverasizlar. Ustida ko'rsanglar yoqadigan to'g'risi. Katta mol telefonda Telegram ko'rsatib qo'yaylik, Hikmatullo. nechinchi eplalamizmi? Ay, ketdi. Haligi bir joyda yotganligi uchun sal sho'xlik qilyapti-da. Ash to'g'ri. Instagramda yurgan mol juda yuvashdi. Narigi tomonga yetaverasiz. Bor. Katta mol telefonda kichkina ko'rinib qoladi akalar. Ustida ko'rsalaring, xudo xolasa yoqadigan. Voh, polvon. Hozir o'ynaqlab turgan narsa. Hozir bunga qo'yib bersa, tizagon bo'lsa shunday xunachilar ichiga qo'yib yuborsanglar, o'zi ham quvib yuradigan bu qo'yib qolgan. Hamma narsasi joyida akalar. To'g'ri gapga ishongan odam kelib bir qator o'zinglar ham ko'rib olaverasizlar. Ustida ko'rib, Shunchaki ko'p bilan ham mol o'ynaqlab sahrab turibdi. Xudo xohlasa. hali buzoq bo'lib ham Hali buzoq. kelajagi bor narsa. Endi haligi mahsulotga Ikki oy kelgan. avval kurashni chiqarsa keladi. Bemalol ma'qul kelib qolsa, telefonlashib kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Aloqaga chiqqan odamni xudo xohlasa ishini bitiramiz. Narx-navosi yengil. Haligi maqsad sotish yana nima Sotishi? bo'lmasa yengil qo'ydi ekan degan shubha ham bo'lmadi. Bizga dehqonchilik. Gap yo'q. Mol sinab olaveradi. Liboychasi. Yana ham yaqin qilib ko'rsatib qo'yaman. Bu yil yashirib olmagan-a? Yo'q, yashir bo'lmagan. Yashirga emlamalarni olgan. Hamma yo'g'i bo'lgan. Yo'qlari ham hamma narsasi joyida Xudo akalar. xohlasa Aloqaga chiqaverasizlar.